Assalomu alaykum. Enel kompaniyasi haqida ma'lumot beradigan bo'lsam, Enelning asoschisi Dmitriy Xaxlov Enelning ma'nosi yangi hayot degan ma'noni anglatadi. Enel kompaniyasi mijozlarimizga nima bera oladi? Xushmuomalalik bilan tabiiy va sog'lom mahsulotlar, ya'ni 100% halol sertifikatga ega bo'lgan mahsulotlar hisoblanib, ular sog'lom ozish, semirish, sog'lik, uzoq umr, go'zallik va bolalar uchun vitaminlar. Bularning hammasi qonuniy hisoblanadi. Dunyo bo'ylab tan olingan, O'zbekiston ham tan olgan kompaniya hisoblanib, vazirlar ham, mijozlar ham tan olgan. Enel kompaniyasi bu 23 yillik jahon brendidagi kompaniya hisoblanadi. 2000-yilda Rossiyada Novosibirskda asos solingan bo'lib, 2002-yilda jahon bozoriga kirib kelgan. O'zbekistonga esa 3,5 yil bo'ldi kirib kelganiga. Jahonda 600 dan oshiq ofis magazinlari bor. Rossiya, Gruziya, Ukraina, Finlandiya, Misr, Dubay, Hindiston, Gretsiya, Fransiya, O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkmaniston va Yaponiyada ofislari bor. 6 ta davlat bilan hamkorlikda 480 xildan oshiq mahsulotlar ishlab chiqariladi. Dmitriy Xaxlov Enel kompaniyasi kirib kelishidan oldin marketing bilan umuman shug'ullanmagan tadbirkor hisoblanadi. Enel kompaniyasiga asos solishidan oldin uning onasi juda ham qattiq avtohalokatga uchraydi va vrachlarning aytishi bo'yicha jag' suyaklari sinib ketgan, qovurg'a suyaklari sinib ketgan va ovqatlanish imkoniyati yo'q, umri so'nib borayotganligi haqida aytishadi. Taqdirning taqozosi bilan u Fransiyaga biznesi bilan borib qoladi, biznes ishi bilan borib qoladi va energetik kokteyllarni ko'rib qoladi va bu nima deb so'raganda ular bizning aqlli ozuqamiz, kokteyllarimiz 20-asrdan beri ovqat o'rnida, ovqat ratsionaliga kiritilgan mahsulotimiz hisoblanadi deb aytishadi va iste'mol qilib ko'rishni tavsiya qilishadi va uni iste'mol qilib ko'rganda unga yoqadi va onasiga 6 oy mobaynida Fransiyadan zakaz qilib olib keltirib, onasiga berishni boshlaydi va 6 oy mobaynida onasida o'zgarish katta bo'layotganligini, yosharayotganligi va suyaklari tiklanayotganligini ko'radi va Fransiyada bo'lish kerak, bizda ham shu muammo bilan yurgan insonlar ko'p-ku degan maqsadda kokteylni emas, kokteylga qo'shib boshqa turli xil kasalliklarni davolaydigan mahsulotlar ishlab chiqarishga qaror qiladi va 6 ta davlat bilan hamkorlikda mahsulotlar ishlab chiqarishni boshlaydi. Bu davlatlarga Fransiya, Rossiya, Italiya, Germaniya, Avstriya va Koreya kiradi. Fransiyada parfumlarimiz ishlab chiqariladi. Rossiyada badlarimiz, choylarimiz, kokteyllarimiz qadoqlanadi. Italiyada tush, ten, pomada, kosmetikalarimiz ishlab chiqariladi. Germaniyada uy tozalash uchun srest va gel, parashoklarimiz, Avstriyada esa salomatligimiz uchun Rexonalar, ya'ni qo'ltiq terlashiga va zubno pasta va boshqa mahsulotlarimiz, Koreyada esa kosmetikalarimiz ishlab chiqariladi. Ya'ni mahsulotlarimiz bitta korxonaning ichidagina emas, 6 ta davlatning o'zini alohida korxonalarida ishlab chiqariladi va hammasi bitta Enel kompaniyasining katalogida jamlanadi va bu katalogda har birimiz menejerlarimizning qanday ishlayotganligi, necha ball yig'ayotganligi va qancha oylik olayotganligini katalogda ham ko'rib turishimiz mumkin. Katalogimizdagi mahsulotlardan o'qib o'rganib, kimga mumkin emas va bu mahsulotlarni 3-4 tasini bitta qilib bersak, qaysi kasalliklarga foyda bo'lishligi va nojo'ya ta'sir ko'rsatmasliklarini o'qib o'rganib, shunda mahsulotlarni insonlarga tavsiya qilishni o'rganishimiz mumkin bo'ladi. Enel kompaniyasi bu yangi hayot, yangi kasbdoshlar, yangi insonlar, yangi tajribalar, yangi muvaffaqiyatlar, yangi qulayliklar, yangi tartiblar, yangi orzular, yangi imkoniyatlar va yangi sinmaydigan ishonchni beradi.